Doston ashulaga mashhur bo'lganda, ona bola cosplay qilib yurardi. Assalomu alaykum jigarlar. Bu videoni tomosha qilib turdim. Mana bu kibrga berilgan Petushara bir intervyu berdi. Intervyusini ko'rib qolib, bir hurmat o'zi umuman eshitmayman. Hurmatim ham qolmadi-da, shuning uchun haqoratlab gapiryapman. Shuning uchun uzr so'rayman bundan. Bu cosplay qilib yurganda san kimi doirani ushlab to'ylarda pul yig'ib yurgansan o'zing yoshligida? Yo'q, qilmaganmisan shu ishni. Yoki o'yinchilari tuflilarini toshib yurmaganmisan yoshligingda? Sen endi nima o'zingcha o'zing artist bo'lib qoldingmisan? Artist olib ketib o'yinchilar bilan o'ynagan vaqtda o'yinchilar botinkasini artib qo'ymaganmisan sen o'zing? Odam ustidan kulasan kosibcha deb. Eshakmiya, kibra berilma. U san itam eshitmadi, bilasan shuni? Men seni ko'ribman ham